Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi fanimizning mavzusi Sharq allomalarining asarlarida mudarrislar mehnati to'g'risida ilg'or pedagogik fikrlar. Endi esa bu mavzumizning rejalari bilan tanishib o'tsak. Rejalarimiz 3 ta. Birinchi rejamiz Markaziy Osiyoda ibtidoiy jamoa davridagi bola tarbiyasi. Ikkinchi rejamiz Islom ma'rifat sivilizatsiyasining ta'lim-tarbiyaga ta'siri. Uchinchi oxirgi rejamiz esa Qur'oni Karim va hadislarda axloq, odob, iymon, oila mustahkamligi, ota-onaga hurmat masalalari. Endi esa har bir rejamizni ochiqlab tanishib chiqsak. Ta'lim-tarbiya insoniy munosabatlarning falsafiy asoslari tasavvuf ilmida ochib beriladi. Shu jumladan islom olamining muqaddas kitobi Qur'oni Karimda ham komillikning 5 ta tamoyili komillikka erishish uchun talab etiladi. Bu 5 ta tamoyil quyidagilardir: mehnatim muhabbatim, ma'rifatim sarmoyam, dinim aqlim, ilmim qurolim, sabru qanoat libosim. 9-15 asrlar Markaziy Osiyo ma'naviy madaniyati rivojida muhim davr hisoblanadi. Shu bois faylasuf, tarixchi, pedagog, matematik olimlar bu davr madaniy ma'rifiy merosi haqida qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar. Pedagog tushunchasi. Pedagog bu olimlarning sharq mutafakkirlari ijodida ta'lim-tarbiya, shaxs ma'naviy kamoloti masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarning pedagogika fani rivojida muhim o'rni bor. Lekin ular allomalar merosida olg'a surilgan ta'lim-tarbiya masalalarini yoritishda milliylik tamoyilidan kelib chiqqan holda yondashmadilar. Ibtidoiy jamoa davrida bola tarbiyasi. Tarbiyaning ahamiyati. Ibtidoiy jamoa davrida bola tarbiyasi kelajak shaxsiyatining asosidir. Bu davrda insoniylik, hamjihatlik va jamiyatga moslashish shakllanadi. Muhim muhit va ota-ona roli. Asosiy maqsadlar. Bola tarbiyasining maqsadlari axloq odobni o'rgatish, jamiyat qoidalariga amal qilish, emotsional barqarorlik va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, ijtimoiy muvofiqlik. Endi esa ibtidoiy jamoa davrida bola tarbiyasidagi muhim omillar bilan tanishib o'tsak. Bola tarbiyasida muhim omillar: oilaviy muhit, tarbiyachi va muallimlar roli, ta'lim uslublari, muhitning ijobiyligi va bolaning xususiyatlari, ijtimoiy madaniy omillar ham ta'sir qiladi. Mudarrislar mehnati, tarbiyaviy rol. Mudarrislarning tarbiyada o'rni muhim pedagogik unsurdir. Ular nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyalash va ma'naviy rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Tarbiyaviy jarayonda mudarrislar insonning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy sifatlarini shakllantirishda muhim vositadir. Ular o'quvchilarga nafaqat bilim, balki axloqiy qadriyatlarni ham o'rgatadi. Ijtimoiy va madaniy ta'sirlar orqali mudarrislar jamiyat rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ular milliy qadriyatlar, madaniy meros va inson huquqlarini tarqatishda faol ishtirok etadi. Ilg'or pedagogik fikrlarga ko'ra, mudarrislar o'z mehnatini samarali tashkil qilib, insoniy tarbiyaviy jarayonda muvaffaqiyatga erishish mumkin. Bu yoshlarning va ma'naviy rivojlanishida muhimdir. Ilg'or pedagogik fikrlar. Sharq allomalarining pedagogik qarashlari rivojlanishda muhim o'rin tutadi.
Ularda tarbiya va o'qitishning asosiy tamoyillari va qadriyatlar aniqlangan. Zamonaviy yondashuvlar pedagogik fikrlarni kengaytirib, texnologiyalar va metodlarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik fikrlarning rivojlanishi tarix davomida yangi nazariyalar va amaliyotlarni shakllantirib, yosh avlodni to'g'ri tarbiyalashga asos bo'lmoqda. Bola tarbiyasida an'analar. An'anaviy tarbiya usullari avloddan avlodga o'tib, qishloq joylardagi urf-odatlar va an'analar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bolalarning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi. Ijtimoiy an'analar bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Odob, axloq, mehnatga hurmat, oilaviy qadriyatlar va mahalliy urf-odatlar orqali ijtimoiy muhitga moslashishni ta'minlaydi. Madaniy kontekstda an'analar milliy identitetni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ular orqali bolalar milliy qadriyatlar va madaniyat bilan tanishib rivojlanadilar. Mudarrislar va ota-onalar hamkorligi. Ota-onalar va mudarrislar o'rtasidagi aloqalar ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uchun muhim. Bu aloqalar orqali bolalarning tarbiyasi va rivojlanishi uchun muvofiqlik ta'minlanadi. Ota-onalar va mudarrislar muntazam ravishda uchrashib, bola haqidagi ma'lumotlar va tarbiyaviy yondashuvlar bilan o'rtoqlashadilar. Tarbiyaviy jarayonda hamkorlikning ahamiyati katta. Bu hamkorlik bolaning psixologik barqarorligi, o'qishdagi muvaffaqiyat va ijtimoiy muhitda moslashuvchanligini oshiradi. Ota-onalar va mudarrislar o'rtasidagi hamkorlik muammolarni tezda aniqlash va hal qilish imkonini beradi. Ota-onalar roli va mas'uliyati keng. Ular nafaqat bolani tarbiyalashda, balki ta'lim jarayonida ham faol ishtirok etadilar. Bu bolalarning motivatsiyasini oshiradi, ularni qo'llab-quvvatlaydi va ijobiy muhit yaratadi. Mutaxassislar ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish muhimligini ta'kidlaydilar. Tarbiyaviy jarayonning innovatsion yondashuvlari. Innovatsion metodlar va usullar zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv texnologiyalar, individualizatsiya usullari, loyiha asosidagi o'qitish va metodlar. Bu usullar ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Tarbiyada texnologiyaning roli. Raqamli platformalar, onlayn ta'lim vositalari, sun'iy intellektning ta'limdagi qo'llanilishi bu texnologiyalar o'quv jarayonlarini rivojlantiradi va kengaytiradi. Kelajakda tarbiyaning rivojlanish istiqbollari sun'iy intellekt, virtual haqiqat texnologiyalari va personalizatsiyalashgan ta'lim metodlari. Bu innovatsiyalar ta'lim sifatini oshiradi va yangi pedagogik imkoniyatlar ochadi. Kelajakda ta'limning rivojlanishi, islom ma'rifat sivilizatsiyasida ta'limning istiqbollari va global o'rni. Qur'on va hadislarda odob-axloq. Qur'on va hadislarda axloqiy qadriyatlar insonning to'g'ri, halol, adolatli va mehribon bo'lishini ta'kidlaydi. Bu qadriyatlar jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Moral qadriyatlar halollik, sabr, adolat, hurmat kabi sifatlarni rivojlantiradi. Ular ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mavzumiz shundan iborat. Foydalanilgan adabiyotlar quyidagilar. E'tiboringiz uchun rahmat.